Assalomu alaykum. Hozir bu yurtimiz a'zolari Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Yerimiz mana 4 ta eshik qilib berdik mana. Katta domya qilib berdik. Xudo xolasa mana katta bu yoqlarni ham Xudo xolasa mana 18 mana shilaki blok bunaqalarda 10 ekan. Xudo xolasa ikki tomoni ham bir xilda bo'ldi. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin, zamonlari ham Xudo xolasa mana hamma yog'i mana chak-chakida bo'lgan Xudo xolasa oppoqqina bo'lib Xudo xolasa zamonlari ham mana preski zamonlar Qozog'iston bo'lgan. Xudo xolasa. Bu ijozat Xudo xolasa parog yo'qligidan. Uchtasini parog bo'lib, uchtasini parog bo'lmadi. Bu ichkari anaqaga ekan, Xudo xolasa mana. Ichkari xonamga ekan. Bular yotoqxonalarga ekan. Tashqarichilarga ham Xudo xolasa. Zo'r zamonlar ham hammasi bir xilda. Laklari ham chatilgan, kraskalari Xudo xolasa o'ta ideal darajada bo'lgan. Mana chaklari ham zo'r. Mashinalar ham Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qila olasizlar. Nomerimiz 91lik 487 nomerimiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'lib borib beramiz. Kanal yangi bo'lsa, podpiska bitta like ayamanglar. Kanal rivoji uchun Xudo xolasa bundan ham zo'rlar chiqarishga Xudo xolasa inshaalloh harakat qilamiz. Sizlarga rahmat, sizlarga omad.